Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 16-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 49 so'm 5 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari on 2190 so'm 43 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,219,043 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,5% ga oshdi. Yevro 49 so'm 29 tiyinga oshdi. 1 yevro on 4362 so'm 76 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,436,276 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2,8% ga oshdi. Rossiya rubli 1 so'm 83 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 162 so'm 9 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 162,090 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 9,5% ga oshdi. Xitoy yuani 5 so'm 88 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1787 so'm 6 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,787,060 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,5% ga oshdi. Koreya voni 0 tiyinga o'zgarmadi. 1 Koreya voni 8 so'm 25 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8250 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 1,4% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 55 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 21 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7520 Rossiya rubli 78 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 8,2% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.